Bu videoni iftorlik uchun saqlab qo'yishingiz shart. Muhimi oson, tez va juda mazali. Ishni tovuq filelarini qovurib olishdan boshlaymiz. Bilaman, undan keyin mana man degan skоворodka ham shu ahvolga tushadi. Yaxshi ham shu bavi bor. Osongina ishni hal qiladi. Bor yo'g'i 1 daqiqa va gubkaning yumshoq tomoni bilan kuch ketkazmagan holda barcha turdagi kirlardan tezgina xalos bo'lamiz. Endi chinnadek bo'lgan skоворodkamizda avval qo'ziqorinni qizartirib olgach, so'ng ushbu retseptning asosiy fishkasi bo'lgan mazali sousni tayyorlab olamiz. To'liq retseptini videoni tagidan topasiz. Endi alohida idishda saryog', sarimsoq, piyoz va ko'katlarni aralashtirib olsak bo'ldi. Endi uyimizda bor suvi qochib qolgan batonni olib, avval saryoqli sous, so'ng pishloq, ustidan tovuq va qo'ziqorinlarni terib, so'ng sous va yana pishloqdan sepib, duxovkaga 5 daqiqaga yuvarsak bo'ldi. Shunaqangi mazali va qarsildoq mana man degan to'stlarga dam beradigan to'stimiz ham tayyor.